Shayx Alijon qori hazratlarining ilmlari juda ham kuchli. Qur'onda, hadisda, fiqhda va hokazo. Lekin bu insonning insoniyligi undan ham kuchli ekan. Bu insonning oldilariga borganimda ish so'rab borganman. Bir paytlar ustoz, qiynalib qoldim, moddiy jihatlama, ma'naviy jihatlama, ish topib bering, dars bermoqchiman arab tilidan deganimda, xatolarimni ko'rib, xatolarimni tuzatmoqchi bo'lib o'zlari bepul menga ta'lim berganlar. Shu arab tilidan. Hamda o'zlarining vaqtlari bo'lmagan paytlari chet elda ham kerak bo'lsa Misrdagi shogirdlariga ham, bu yerdagi shogirdlariga ham offlayn, onlayn shu Umidjonni o'qitib berasanlar, ya'ni dars berasanlar, bepul dars berasanlar deb shularga topshirib qo'yganlar meni. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursand bo'lganman. Hozir ham bu insondan juda ham roziman. Chunki o'sha paytlari qiynalib qolgan paytlarim kistamga ham 3-4 so'm emas. O'zim shu qiynalgan paytlarim qarzlaringizdan qutulib oling mana Umidjon deb pul solib qo'yganlar. Ya'ni oldilariga olganlar. Bu insonning oldilarida gaplashsangiz, ya'ni ochiqchasiga gaplasha olasiz. Kibr unaqa narsa yaqiniga ham yo'lamaydi. Ya'ni xuddi 7 yil, 10 yillik o'rtog'ingizning oldida o'tirib gaplashasiz-ku, bemalol shunaqa gaplashsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizni erkin his qilasiz. Bu maqtash emas.